Assalomu alaykum. Avtosel Xorazm podpischiklari, hurmatli obunachilarimiz. Ko'pchilik obunachilarimiz telefon qilib, jentralarimizda trekkerlarimizni reklama qilgan vaqtda uka Cobalt ham reklama aytaqir. Biza Cobalt izlab Cobaltlarning bormi deb so'raydi. Shu bratlarimiz uchun, shu podpischilarimiz uchun sotuvga egalardan Cobalt keldi. Ideal holatda mashina to'liq ma'lumotlarni berib, video davomida hamma narsasi bilan tanishtirib o'tamiz va tan narxini videoning oxirida aytaman. Videomizga hozirning o'zidan bir like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Mashina ideal holatda 2022-yilda ishlab chiqargan avtomat korobka. Ko'rishingiz mumkin. 4 dona yumshoq bo'llari qo'yilgan. Shunday pul chexollar yezilgan. 2022 avtomat holati zo'r. Obshivkalarni ko'rishingiz mumkin. Mashina yurgan kilometri 94 ming yurgan. Salonlar ham yaxshi holatda turibdi. Sidenya chexol, tenda linoning poliklarini esa bor. Metan gazlari 3-pokoleniya. Balonlari bir 60-70% chiziqlari bor balonlarni yuradi. Xo'sh, o'sha krelanda petnokrasiyasi bor. Kanyen usta tekshirib yurib olaverasizlar. Egalari garantiya dedi. Bu mashinning ham bir qiziqli yeri bor. Egasini o'zi nasihat savdogan beradi. Hozir u haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz videomiz davomida. 2022-yil avtomat 90 mingdan ziyod yurgan. Hozir ko'rsatib o'tdim. Metan gaz yumshoq bo'llari, chexol poliklari hamma o'zi tayyor. Mashinaning tan narxi 115 million so'm. Obunachilarimiz uchun zo'r narxda bemalol qiziqib ko'rsangizlar bo'ladi. Barter, kredit, nasiya savdo. Agar kreditada bo'laman desangizlar, sira boshlang'ich to'lovlarga kerak bo'ladi. Eng minimal to'lovi 5 million so'm pul. Notarius, GAI, nomer, hamma xarajatlaringizni shuning ichida bitirib beramiz. Oylik to'lovi 4 million 100 ming so'mlardan tushib boradi. 4 million so'm atrofida xullas. Keyin agar boshlang'ich to'lovlarga pul ko'proq odam bo'lsa, endi 20 million 25 million so'm atrofida pul to'layman desangizda 3 million so'mlar atrofida chiqadi. Bu haqida qolgan ma'lumotlarni telefon nomerlaringiz bilan bog'lanib olaverasizlar. ABS tormozlari bor, motorlarning holati yaxshi, klapan nastroyga bo'lgan o'xshaydi bir marta, havo bo'lgan. Konditsionerlar ishlab turibdi. Endi 1000 kilometrda обязательно bo'ladi klapan regulovkasi. 50 mingdan keyin metan yurgan Cobaltlarning hammasi qilinadi baribir. Tan narxi 115 million so'm naqd bahasi. Keyin kredit olaman desangizda minimal to'lov 5 million so'mlar bilan hamma o'zi bitadi. Oylik to'lovlarni aytdik. Nasiya savdo etib olaman desangizda egalarni o'zlarini kamida 50-60 million so'm pul bersangizda qoni 1 yil, 2 yil, 3 yil mobaynida kelishilgan holda naqd bahasini emas, shu narsasini ham e'tibor beringlar. Kelishilgan holda bo'lib bankdan aralashtirmay to'lab yursangizlar bo'ladi. Bu haqida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, shu ofisimizga kelasizda, telefonda ma'lumot berib bo'lmaydi. U bo'yicha o'zingizni ko'rib, gaplashib, to'lagini yog'daylaringiz bo'ladigan bo'lsa, biz aytgan narx ma'qul keladigan bo'lsa, egalarni o'zini chaqiramiz shu yerga, xarid etib olsangizlar bo'ladi. Videomizga like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun shunday variantlar asosida zo'r mashinalarni chiqarib borishda davom etamiz. Mashina bo'yicha assortimentlarimiz bor, xudo xolasa, va sizlar ham sotiladigan mashinalar bo'lsa, bemalol avtosel salonimizga kelib, xohlasizlar naqd bilan o'zlaringizni sotib ketsangizlar bo'ladi. Agar yo'q, salgina qimmatroq sotsak bo'ladi, ozgina qo'yib vaqtim bali, mashina tashab ketib bilaman desangizlar, shu yerda reklamasini qilamizdan chiroylatib klientlarga sotib beramiz zo'r baholarda. Manzilimiz Urganch Gullan yo'li Sputnik svetofor yonida joylashgan. Qolgan ma'lumotlarni bemalol telefon nomerlaringiz bilan bog'lanib olaverasizlar. Hammalaringizni avtoselda kutib qolamiz. Bizlarga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' salomat bo'linglar. İşlerinizin rivojini bersin. Günleringiz xayrli, omadli, barakali bo'lib o'taversin.